Yangi kelinlik kiyimlari yarqirab turishi kerak degan gap bor, lekin nafaqat meni, balki erimni qora kiyimlari ham yarqiramaydigan bo'ldi. Bunga sabab esa ishlatayotgan parashoklarim. Na pastelimni oqartirib beradi, dog'larni ketkazib, na ustimdagi kiyimda yaxshi hid qoldiradi. Faqatgina allergiyani qo'zg'atadigan parashok hidi. Oxir-oqibat erim har safar har xil parashoklarni ko'tarib keladilar, har xilni ishlataman, gel kapsulalarni, lekin umuman foydasi bo'lmaydi. Bolalarning kiyimi esa dog'i umuman ketmayapti. Har xil parashok ishlatib ko'rdim, hattoki eng zo'r deyilgan kapsulalarni lekin foydasi bo'lmadi. Va alal oqibat taqdirga shunday tan berdim-da, bari deb turib bitta kiyim 2 marotaba kir mashinada yuvishni o'rgandim. Boshqa iloji qolmadi. Endi uyga bozorlik qilamiz deb aylanib yuruvdik. O'sha internetda ko'rgan va hamma blogerlar maqtayotgan kapsulalarga ko'zim tushib qoldi. Xullas, men o'zimga yoqqanini tanladim, xo'jayinim o'zlariga yoqqanini tanladi. Lekin boring dedim-da, hammasidan bitta oldim. Maqtaganga yarasha ishlab ko'rib, rezultatini aytish kerak edi, to'g'rimi? Kopim Plus. Kir yuvadigan kapsula Koreyada ishlab chiqarilgan bo'lib, atir gulli, lavandali, dengizli, xullas bir 5 xil hidligi bor ekan. Men hammasidan bitta o'zimga oldim va menga eng yoqqani sakura bilan dengiz hidi bo'ldi. Prям xillasizlar, ishoninglar. Men hammasidan уже ishlatib bo'ldim. Yana bitta tomoni, bu bitta dona kapsulani o'zi 7 kilogramgacha ham kir yuvib olar ekan. 7 kilogramdan ko'proq bo'lsa, barabanga ichiga ikkita tashlab yuborasizlar bo'ldi. Voila, eski kiyimlarim hatto yangidek bo'lib, ranglari yorqin bo'lib qoldi. Menga shunaqa ham yoqdi. Ishoninglar, ishlatishinglarga arziydi. Hidi ham, o'zi ham va narxi ham anchaga yetadi. Men maslahat beraman.